Tajribali asalarichilarning ta'kidlashicha, bahor oylari sohada yil hosiliga poydevor qo'yish mavsumi hisoblanadi. Shu bois ayni kunda barcha asalarichilar mavsum tadorigini boshlab yuborishgan. Vobkent tumanidagi Mo'minobod mahallasi uchun esa asalarichilik driver soha hisoblanadi. Muxbirimiz mahalla asalarichilarining bugungi kundagi yumushlari bilan tanishib qaytdi. Mittigina jonivor asalari bilan tillashib, ming bir dardga davo bo'ladigan shifobaxsh tabiiy mahsulot asal yetishtirish asalarichilardan avvalo katta hayotiy tajriba, sabr, toqat, mehnat va izlanishni talab etadigan jarayon. Tajribali asalarichilarning faxr bilan ta'kidlashicha, bu faoliyat turining o'ziga xos huzurbaxsh jihatlari ham bor ekanki, shu bois bu kasb bilan shug'ullangan insonning uni tark etishi oson kechmas ekan. Nima bo'lganda ham asalarichilik bilan shug'ullanayotgan yurtdoshlarimizning sa'y harakati bilan bozorlarimizda bebaho asal mahsulotlari juda serob. Vobkent tumanidagi Mo'minobod mahallasida ham bu faoliyat turi bilan shug'ullanib kelayotgan oila va tadbirkorlik subyektlarining soni anchagina. Ayni kunda ular ham o'z ixtiyoridagi asalari oilalarini joriy yilgi asal yig'ish mavsumiga tayyorlash, asalari zotlarini yaxshilash orqali el ma'murchiligiga hissa qo'shish maqsadidagi ishlarni boshlab yuborishgan. Mahallaning Beshrabod qishlog'ida istiqomat qiladigan Shavqiddin Ahmedov asalarichilar sulolasining vakili. Ayni kunda uning ixtiyorida 70 ta asalari oilasi mavjud. Joriy mavsumda ham har yilgidan ko'proq va sifatli asal olib, o'z oilasining daromadini oshirish, bozorda asal mahsulotlari serobligini ta'minlash maqsadida asalarichilikda zarur bo'lgan bahorgi yumushlarni boshlab yuborgan. Mana ota bobolarimizdan qolgan kasb bu. Mo'minobod mahallamizga asalarichilik uzoq yillardan beri davom ettiramiz. 5 yoshlikdan 70 yoshlikda asalarimiz bor. Shu bilan mana oilamiz daromad olib keladi. Tabiatga yaxshi kelib qolsa bitta yoshlikdan bir 10 kilo, 12 kilogacha olsa bo'ladi. Mahalladagi yana bir xonadon egasi Farhod Sharopov ham bundan 3 yil ilgari mahalladagi hokim yordamchisi ko'magi bilan ajratilgan imtiyozli kredit asosida asalarichilik faoliyatini boshlagan edi. Ayni kunda u ham o'z ixtiyoridagi asalari oilalari sonini 60 tadan oshirib, mahallaning tajribali asalarichilaridan biriga aylangan. Ushur oldim, 31,5 million kredit oldik mahalla tomonidan imtiyozli dedilar. 10 ta olgandik. O'g'ri sotib oldim. Bir 15 ta oldim yaxshi qana sekin-sekin ko'paytirib, qo'yish birinchi yil 250 kilo oldim. Qo'yish ikkinchi yilga 500 kilo, ana 3-chi yil 1 tonna bo'ldi, Xudoga shukr. Oilamizga asalarichilikdan yaxshigina daromad kelib turibdi. Bugun Mo'minobodlik asalarichilar shu asnoda joriy yilgi mavsumga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Ular tomonidan yetishtiriladigan asal mahsulotlari esa elimiz dasturxoni to'kinligini ta'minlashga munosib ulush bo'lib qo'shilishiga aslo shubha yo'q.